Dünya Uyghur Qurultayının reisi Dolqun İsa Efendimning 18 ve 19 fevral günleri 59 navbatlik München Xalqaro Xavfsizlik Kengashi yig'iniga qatnashishi va yig'in jarayonida Angliyaning bosh vaziri Rishi Sunak, Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken, Amerika Davlat Majlisining sobiq raisi Nancy Pelosi, Germaniya yezigilik ministri Cem Özdemir, Prag shahrining boshlig'i Zdenek Hirrib qatorliqlarni o'z ichiga olgan ko'plagan yuqori darajalik arboblar va NATO amaldorlari bilan uchrashish ilib berishi, shundaqla yig'in jarayonida Amerikaning muavin prezidenti Kamala Harris xonim bilan yonma-yon birga o'ltirishi, muhojiratga Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni alayda so'yindirib qolmay, chet ellik kuzatuvchilarning zo'r darajada diqqatini qo'zg'agan edi. Siyasi kuzatuvchilar Dolqun İsa Efendimning Germaniya bosh ministri Olaf Scholz bilan Fransiya prezidenti Macronning ichilish nutqi bilan boshlangan va 100 ga yaqin davlatning vakillari, NATO amaldorlari va 40 dan ortiq davlatning prezident va bosh ministrlari bevosita kelib qatnashgan München Xalqaro Xavfsizlik Kengashi yig'iniga qatnashishini, Dünya Uyghur Qurultayining vakillik salohiyatining xalqaro tarafidan e'tirof qilinishining va Uyg'urlar masalasining dunyo bexatarligiga ta'sir ko'rsatayotgan xalqaroliq muhim masalalarning biriga aylanganligining ro'shan ifodasi deb qaramoqda. Bu munosabat bilan bugun stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dünya Uyghur Qurultayining muavin raisi, elga tonilgan strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram Efendim o'zining bu vaqtdagi qarashlarini o'ttirib qo'yib mundaq dedi. Bu yil ochilgan Munih xavfsizlik konferensiga Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqun İsa'ni davet qilingan. Bu yalg'izlar Dolqun İsa'ga bergan ahamiyati va bu onunga bo'lgan ishonchlik emas, shundaqla Sharq Turkiston davosiga bergan bir ko'ngil dash yoki bu ko'ngil bilishninki bir shakli deb tushunsak bo'ldi. Bunda konferansga hamma davlatning odamlarini davet qilmaydi. Burun Xitoyni davet qilmadi. 2017dan keyin qaraq davet qilgan bo'ldi. Misolga bu yil Rossiyani davet qilmadi, Ironni davet qilmadi, nurg'un davlatlarni davet qilmadi. Bu G'arb davlatlarininki tushuncha ideyasi asosida qurilgan bir konferans. Bu konferans ya'ni strategiyani belgilaydigan va strategiya asosida siyosatni, xalqaro siyosatni belgilaydigan bir yer. Bu yer muzokara va ya munozara shaklida ba'zi masalalarni talash tartib qilgandan keyin ideya chetda bularninki o'rtaq ko'z qarashga bog'liq bo'ldi bularning qatnashib qoluvchilarninki. Kanadadagi xalqaro xavfsizlik konferensi u harbiy chetda muhim tarafi bor. Uningga jiq generallarga qaytilganning sababi u strategiya mutaxassislari, bu aql ambarninki a'zolari degandek. Bu Munixdagi bu konferansmi harbiylar az bo'ldi, ammo siyosiyonlar ko'proq bo'ldi. Bu chetdan degan chog'da buningdan keyingi dunyoninki siyosatining qanday bo'lganligini, bo'lib xavfsizlik asosida qanday bo'lganligini muzokara qilgan bir yer. Bir konferans, bir minbar hamda. Shuningga Dünya Uyghur Qurultayining raisi va Dünya Uyghur Qurultayining nomida chaqirilishi buningki tarixiy bir ahamiyati bor. Yana bir ahamiyat bo'lsa, bu Dünya Uyghur Qurultayini ilib berayotgan strategiya plani bor. Birinchi qadamida xalqaroviylashtirish davoni. Xalqaroviyleştirgen bir dava tuğan ya da tuğmaydı, onu qoğdaş lazım. Onu xalqaro vaziyetinin özgürlüğü qarab, onu muqimlashtirish lazım. Muqimlashtirib ve onu devam qildirish lazım. Şunun bu chetdan degan vaqtidami davanınki xalqaroviylashish ve muqimlashtirish chetdimi bu yig'inga qaytilishiningki ahamiyati bor. Yani bir hikmetini desek hem de hiç bo'lmasa xalqimizga bir ümit bergan bo'ladi. Bu izlayotgan xalqimizning xalqarodan ba'zi yardım, ba'zi istoqchilik, hatto destek berishini xohlaydi. Shuningga bu Dünya Uyghur Qurultayining bu tirishchanligi bilan hozir Uyghur meselesi, Sharq Turkiston meselesi yalg'izlar dunyoninki siyosiy meselesi emas, xavfsizlik va shundaqla bu strategiya bir meseleге aylanıvadıdı.
Yani bir saha bolsa şu iqtisadi ve ticaret. Bu sahaga Uyghur teşkilatlarının kirişi ve ondak arılışı biraz kıyım bozma ama Amerika'nın ve bazı Avrupa devletlerinin çıkargan bazı kanunlara karab yani arılışıqa buludu. Şununla bu davanı halkaravileştiriş için siyasi, iqtisadi, ticaret, mutabiye, xavfsizlik her sahada buna güçlendirişqa mecbur emdi. Şununla budaki Münih konferansıga qatılışının ki bir muhim ehmiyeti var.